Shuncha yildan beri hamma qidirgan o'sha sir ochildi. Endi Instagramda o'chib ketgan hamma ma'lumotlaringizni tiklasangiz bo'ladi. SMSlaringizdan tortib, kommentariyallaringizgacha. Instagramdan uchinchi chiziqchani bosamiz hamda Ваши действия bo'limiga kiramiz. Pastroqqa tushib, skачать информацию knopkasiga bosamiz. Undan keyin skачать или перевести информацию hamda некоторые из ваших данных. Endi bu bo'limdan nima narsani qaytarib olishinglarni belgilaymiz. Misol uchun yozishmada. Сообщениyaning ustiga bosamiz. Dalay. Undan keyin yana dalay. Ko'rishingiz mumkin, diapazon bo'limidan oxirgi 3 yilgacha bo'lgan ma'lumotlarni qaytarib olishingiz mumkin. Сохранить. Bu yoqdan качество media fayl bosib, srediyda turgani yaxshi. Undan keyin создать fayl. Ozgincha kutamiz, taxminan 10 daqiqalardan keyin skачать yoki удалить degan knopka chiqadi. Skачать ustiga bosamiz, Safariga kiradi, загрузить knopkasini bosamiz. Chiqib ketamiz, faylga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin, zip fayl paydo bo'ladi. Zip ustiga bossak, yonida fayl skачать bo'ladi. Shu faylga kiramiz. Your Instagram, Messages hamda inboxga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin, ikki marta yozishma bo'lgan. Yozishmalarga kirib, HTML ga kirib, bemalol o'qishingiz mumkin. Bu videoni ko'p Instagramda o'tiradigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.